Olmaylar qo'shlar. Yangi mashinani qayerdan oldi ekan? Kreditga olgan bo'lsa kerak, oson bo'lib qolgan, hozir kreditga mashina olish. Yangi boy keldi. Abiddan keyin boyib qolgan. Qarab turish, tez kelgan boylik tez ketadi. Miyati deyish olasanlar. Ularda qiladigan ish yo'qmi ekan? 24 soat ko'chada. Qo'shni sinibdi-yu. Kecha Inamarka minib yuruvdi. Bugun trekerga tushib qolibdi. Men senga nima dedim? Kecha tez kelgan boylik tez ketadi dedimmi? Tomosha qilib tur, hali sinishini ko'rasan. Bekorchilar ham shu yerda ekan-ku. Men so'rashib qo'y, men haqimda har xil gumonga borishmasin. Assalomu alaykum. Olmaylar, qo'shlar, yaxshimisizlar? Charchamay, tuzingisizlar? Holingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Ha, qo'shni. Kecha Inamarkalarda yuruvdik. O'sha sindingizmi? Matizga tushib qolibdi-yu. Tez kelgan boylik tez ketadi dedingmi? Bolalar, menimcha qo'shnimizda olgan mashinalari hammasi kredit bo'lsa kerak. To'g'rimi qo'shni? To'lovlarga qiynalib qoldingizmi? Yoki ishlaringiz kasodga uchrab, hammasini sotib to'ladingizmi? Yo'q, ishlarim joyida. Sizlarning boringlarga shukr qo'shlar. Shunchalik e'tibor berib menga qiziqayotganinglar uchun rahmat. Endi bu mashinaga kelsak, bu mashina minib yurgan Inamarkalarimdan ham men uchun afzalroq. Chunki otam rahmatlidan qolgan yodgorlik. O'g'lim, har bitta erkak kishini mingani ulovi bo'lishi kerak. Senga ozgina minishni o'rgataman-a? Darajon, men sizga katta bo'lsam, zo'r Inamarka mashinalar beraman. Baraka qilaman. Niyatingga yet. Qimmat mashinalar olganingda ham bu mashinani yo'qotmagan, xo'p bo'ldi. Hop. Shunaqa gaplar. Bu mashina otamdan menga qolgan yagona yodgorlik. Otamni sog'inganda bu joylarga minib haydab turaman. Bekar bo'lsanglar, korxonamni bilasizlar. O'sanglar ish bilan ta'minlayman. Sog' bo'lasizlar. Do'kon kirib chiqay. Orqamdan gapirgan itlarga emas, ularga ishongan qo'ylarga kuldim. Xotin sifat